BMWlarning ichida Y46 alohida tema, alohida dunyo. BMW ishqibozlari juda yaxshi bilasizlar bu modelni. Bunaqa tiniq sostanidagi Y46ni anchadan beri ko'rmagan edim. To'g'ri, bozorlarda o't-bo'tda bitta-ikkita shuni syomka qilganim bor. Qatidadir kraska bo'lishi mumkin, lekin holati dahshat. Razna shiroki balon qo'yilgan. Oldi tonirovka razresheniyalari bilan. Voy, Recaro sidenya, rulni qarang. Zavod multimediyasi hammasi shu orqali boshqariladi. Buni qolmagan variantlari bilaman, bir 7,5 ming, 8 minglagan bor bu mashina. Lekin ularga normal xarajat qilsangiz, bu holatga olib kela olasiz. Afishkalar ham tiniq bo'lib turibdi, bosvoradigan joyi. Buni motori 1.8 li ekan, yili 98-yil. Dorestaring bashara. Aytgancha BMWchilar, Y46chilar, hammalar bir-biringlarni taniysizlar, bilaman. Y46 BMW haydaydiganlar bu mashinani ham yaxshi tanishadi. Ko'rganlar, voy, tiniq ekanlarga mashina deb ko'p aytgansizlar bu mashinaga.